Televizorda izleme için kanalımıza mutlak abone olun. Seni Media. Yo, mendan nima xohlaydi bular, a? Bittasi kelib, shu yerda o'tirsang bo'ldi dedi. Bittasi kelib, nimaga kech kelding dedi. Kimmi gapi to'g'ri, kim boshliq bu yerda hayronman. Bu yerda nimalar bo'layapti? Aytib qo'ying, ana o'z asabimga tegmasin. Birinchidan, u meni anonim emas, turmush o'rtog'im bo'ladi. Mana qo'shnimiz Latifa opani. Kelinichi bolasi o'lib qoldi. Bolani sen o'ldirding deb kelin bechorani haydab yuborishdi. Seni qaynonang esa hammasi o'tib ketadi, hali yana qo'sha-qo'sha farzandli bo'ladi deb gapiryapti. Dada, mendan foydalanib bo'lishdi. Erimdan o'ch olishdi. Bo'ldi, endi kerak emasman. Bugun yoki erta sizni ham o'yindan chiqarib yuborishi mumkin. Chunki ularga endi kerak emassiz. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Nazokat bonu. Bu yoqqa qarang. Hozir. Hozir jonim, hozir. Ay, Xudoyim ey. Menga qarang. Qodirga tuzukroq qiz topsangiz-chi? Qizni nima qilasiz? O'g'limni uylantiraman. Xotini bor-ku, opa. Qani xotini? Qani? Qani? Ko'ryapsizmi? Yo'q, ketvordi-yu qochib. Xudo biladi, kimlar bilan nima qilib yuribdi. Balki yerga tegib ketgandir. Opa, homilador bo'lsa, kimga ham erga tegadi? G'alatimisiz? He? O'rislarda bilib bo'ladimi? Keyin dengi qidirib yurishadi. Kimdan bo'ldi, qayerdan bo'ldi, nima bo'ldi deb. O'g'limdan tuzukroq, boyrog'ini topgan bo'lsa, tegsa tegib ketgandir. Undan ko'ra nabiram tezroq tug'ilsin demaysizmi? O'lib ketmaydimi? Tug'adimi, tug'maydimi, chala tug'adimi, boshqa tug'adimi? Xudodan qo'rqing, opa. Yoshlar bir-birini yaxshi ko'rishadi. Yaxshi ko'rmay o'lsin. Undan keyin Xudo kimnidir dilida, kimnidir tilida bo'ladi. Meniki dilimda, dilimda. Opa, sizga tengi bo'lmaydi. Men qarang. O'g'limga yaxshi qiz topib bering. Gumbira qas qilib to'y qilaman. Sizni boshiga kiyintiraman, sarpa qilaman. Sarpa kerak emas menga. Undan ko'ra Sochi kanaliga yo'llanib oling. Blogerlar bor, xotin topib beradi. Shularga ayting. O'zingiz topib bering, o'shandan topib bering. Qanaqa qilib? Yo, internetda bor, menda yo'q. Internetdan chiqadi yozasiz. Mana opa, siz chaqib o'tiravering. Men ketaman. Qayoqqa? Bizda hech chaqirmaysizmi? Ishim bor opa. Gap sotgandan ko'ra borib ishimni qilaman. Ha, ishingizni qiling, ishingizni qiling. Tavba. Uylantirarmish o'g'lini. Bittasini rasvo qildi-ku. Bular hech qaysi do'st bo'lmaydi. Ichi qoralar, ko'ra olmaydi.
Tinchlikmi? Birdan shoshilinch chaqirib qopsiz. Anu itni ta'zirini berib qo'yishing kerak. Oqinimi, qorasinimi? Oqini. O'lib qolsa, keyin aybdor bo'lib qolmaysizmi? O'lsa o'lar. Hamma o'sha itdan qutuladi. Uni orqasidan yig'lab qoladigan odami ham yo'q. Bo'ldi. Men uni avval kuzataman. Qulay fursat topilishi bilan o'zim yaxshilab gaplashib qo'yaman. Faqat ko'karmaydigan joyga urgin. Bu qizim uchun. Men uchun sen alohida o'ch olgin. Biz bilan o'ynashish qanaqa bo'lishini ko'rib qo'ysin. O'sha yaramasni indamay tashlab ketmasligimizni. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Bilib qo'ysin. Xo'p bo'ladi. Sizni salomingizni yetkazsam, o'z uchun bo'ladi. Uni ta'sirini bermaguningcha oldimga kelma. Mayli. Unda men ishga kirishaman. Bora qol. Bu chiroyli tabiatni ko'rganingda edi. Unga ham juda yoqardi, oyi. Hali tug'ib olsang, albatta u ko'radi. Xavotirlanma. Hozir pastroqqa tushib olsak, qo'shninikidan senga sut olib beraman. Mazza qilib ichib olasan. Sutni ichida juda ko'p kalsiy moddasi bor. Oyi, men sut ichishni yoqtirmayman. Nimaga? İçishing kerak. Unda uyga qachon boramiz? Bu nima deganing? Hali qaytmaymiz. Bas qil. Ha. Avval bolang tug'ilib olsin, ana undan keyin qaytishni o'ylab ko'ramiz. Meni bolam hademay tug'iladi, oyi. Balki shaharda tuqqanim yaxshidir. Har holda u yerda shifokorlar yaxshi qaraydi. Bu yerda ham yaxshi shifokorlar bor. Sen xavotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'ylama. Asosiysi bolang sog'lom tug'ilishi. Xo'p, mayli, oyi. Xavotir olma deyapman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bilasizmi? Bilaman. Eringni sog'ingansan, shundaymi? Uni ko'rging kelyapti. Ha, bilaman. Shaharga qaytishga bahona qidiryapsan. Yo'q, hech ham unaqa emas. Men undan juda ham xafaman. Kechirishni xohlamayman. Qo'ysang-chi. Meni alday olmaysan. Har kuni kechqurun mendan berkitib telefonga qarayapsan. Xabar keldimi yo'qmi deb. Oyi, men uni juda ham sog'indim. Voy. Lekin u seni aslo sog'inmagan. Buni tushunsang-chi axir. Bo'ldi, o'ylama. Nega unday deb o'ylayapsiz? Qo'shnilardan har xil gaplarni eshitdim. Demak, siz ular bilan gaplashib turibsiz-da? Ha, gaplashdim. Ular aytishdi.
Qara, tabiatni chiroyliligini, suvni tiniqliligini, undan bahra olsang-chi. Qara, Ha, ko'rmaysanmi? Endi uyda so'ppayib o'tiribman. Qo'limga konvert tutqizib, mazza qilib ishlatib chiqarib yubordi. Hech ham kutmagandim undan. Tavba. Yana to'yiga borib kelin dugona bo'lib ketman-a? mayli o'rtoq, zerikma, uni xarakterini bilasan. Fe'li shunaqa. Menga bir marta shunaqa qilgan. Qo'y, siqilaverma. Bo'pti o'rtoq, erim kelish kerak, men ham uylarimni yig'ishtirishim kerak edi. Bo'pti. Yana qo'ng'iroqlashamiz, xo'p? Mayli. Nima qilsam bo'larkin-a? Nimadir qilib nazokatga qarshi chiqishim kerak. Ha, nazokat to'ydi. G'aybulla bergan sovg'a bor-da, tashavor degandi. Men uni uyga olib kelib, qayerga qo'ygandim-a? Kelin kuyovga maxsus sovg'a deganmidi? Qayerga qo'yuvdim-a o'shani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zinglar yaxshimisizlar? Yaxshi. Qizing qalay? Yaxshi, ancha-muncha narsa o'rgandi. Ha. Lekin yuzi kulib turgan bilan ichida baribir ham dardi. Qizim ancha ulg'ayib qopti. Iye, dada. Ana o'zi ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzukmisan? Yaxshi. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Tuzukmisan? Pazanda bo'lib qoldingmi? Qalay chiqdi pishirgan ovqating? Xonimmizi? Hozir maqtab turdim seni. Nima qildik? Ketamizmi? Uyga ketamizmi? Yo, dada, uyga bormaylik. Ozgina ko'chada aylanaylik. Xo'p, sen nima sen shu? Yaxshi, unda chiqinglar. Men bir ishxonaga kirib o'taman, sizlar o'sha paytda aylanib olasizlar, xo'p? Bo'ldi. Shundan narsalarimni olib chiqing. Xo'p. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Haqiqatdan ham ancha ulg'ayib qopti. Bo'pti, tezlashtirib olib chiqin, men pastda bo'laman. Xo'p, bo'pti, hozir. Burasi endi nima qilsam ekan-a? Nazokatga sotsammikin? Yo'q. U qurumsoq pul bermaydi. Shallaqlik qiladi. Qo'limda shunday qurol bor ekan, bilmay yurgan ekanman-a? Yoki Dildor otasiga bersammi? U ham boy odamga o'xshaydi. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. Qo'limda shunday qurol bor ekan-a? Demak, bu quroldan foydalansam bo'ladi. Bularni inini topsam, ikkalovini ham yanchaman. Hali qo'limga tushasanlar-ku. Yana sizmi? Gaplashib olsak bo'ladimi? Vaqtim yo'q. Bu senga.
Mengami? Senga? Olmasamchi? Ol, qancha joydan ko'tarib kelyapman. Yo'q. Nimaga sizni gulingizni olishim kerak? Nima men odam emasmanmi? Odamsiz, lekin olgim kelmayapti. Anonimdan gul olasan-ku. O'sha anonim bilan yaqinda to'yim bo'ladi. Tushundingizmi? Boshqa meni umuman yo'limdan chiqmang. Hali to'ying kuni olib qochib ketaman, qarab turgin sen. Ahmoq, hali seni dadamga aytaman, dabdalingni chiqaradi. Hali meni yaxshi ko'rib qolasan. Dildorni yig'latishni hali senlarga ko'rsatib qo'yaman. Kalamushlar. Kechi. Bola yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'tir. Nechu, kayfiyatingiz zo'r. Men o'zimni sevaman. Menga o'zim yoqadi, zaylida yashayapman. Keyin yangilik bor. Pochcham menga sex ochib beryapti. O, zo'r-ku. Qanaqa sex? Qandolatchilik sexi. Mana. Yeb ko'rchi. Endi bilasan-ku qanaqa pishirishimni, lekin yana ham yeb ko'r. O'zim pishirdim. Shirinlik ishlab chiqaraman. Seni ham ishga olaman. O'ylab yuruvding, nima qilaman endi opa deb. Mana, ish topildi. Opang bor, nima g'aming bor degandim-a, esingdami? Yana 2-3 ayol kerak. 4 kishi bilan uddalaymiz. Ish qilib, kimdir bizani narsalarni sotib olarmikan? Shubhang bormi? Voy, shunaqangi shirin qilib pishiramanki, undan keyin birinchi mijozimiz pochchang bo'ladi. Ha, opa, siz qo'ymaysiz. Balosiz balo. Keyin seni bekorga chaqirmadim. Ro'yxat qilishimiz kerak. Keyin o'sha narsalarni chiqib olib kelishimiz kerak. Qog'oz qalam olib qo'lingga. Kerak narsalarni hammasini yozib chiqishing kerak. Telefonimga yozib olaman. Sariyog'ni eng yaxshisini olishimiz kerak. Esingdan chiqmasin. Opa, hamma pishiriqni margarinda qiladi-yu. Sariyog' deysizmi? Biz sariyog'da qilamiz. Bizni mijozlarimiz minnatdor bo'lish kerak. Mayli, siz nima desangiz shu. Bizga nima? Baribir pulni pochchang to'laydilar-yu. Eng yaxshisini olamiz. Agar pochchangning qo'ldagi pullarni olib qo'ymasam, ko'chadagilarga sarflab yuboradi. To'ppa to'g'ri. Yana nimalar kerak bizga, opa? Idishlar kerak. Bezatish uchun hamma narsa kerak. Ha, shoshmay turing. Telefonimni olib kelay, yozib olaman. Dada, keldingizmi? Keldim. U bu narsa tayyorlab beraymi? Qorningiz ochmadimi? Yo'q, rahmat. Dada, qayerga borib keldingiz? It sotuvini oldiga borib keldim. Nimaga borasiz? O'zingizni g'ururingizni yerga urib borishingiz shartmidi? Erkak degan gapirgan gapiga javob berish kerak. Lafz qildimi? Bo'ldi, tamom. Dada, biz ham bergan so'zimizni ustida turmadik-ku. Meni aynetgan o'sha sodiq it bo'ladi. Hammasiga o'sha aybdor. Men hali unga ko'rsatib qo'yaman. Ma'naviyatchilik qilish qanaqa bo'lishini.
Bitta siz emas. Meni ham ahmoq qildi. Aslida o'sha kishi xotinchasini chizgan chizig'idan chiqmaydi. Bilaman. O'zi shu ayol hamma yoni rasvo qilyapti. Bu ayolni qayerdadir ko'rgandayman deng. Voy, G'aybulla akani xotini bo'lgan-u, dada, tanimadingizmi? Shoshma. Anu Afzalli yonida yurgan G'aybollanimi? Ha, o'shani. Unda ismi faqat Malika edi. Butun mahalla gapirgandi, esingizdami? Kafanga doqib ketgandi-yu. Esladim. Buni qara, tanimabman. Men faqat bir nimaga tushunmayapman. Nimaga Afzal aka bilan G'aybulla bu sirni cholga aytmayapti? Biz aytamiz, qizim. U seni oilangni nima qilgan bo'lsa, biz ham xuddi shunday qilib qaytaramiz. Dada, chol to'g'ri gapga ishonmaydi. Unga isbot kerak. Bizda esa isbot yo'q. Nazokat uni shu qadar bosh ko'zini aylantirib olganki, undan boshqasini ko'zlari ko'rmaydi. Shuning uchun ham rad etilmaydigan dalil bilan borish kerak. O'zim qarayman. Nargiz opa kelgan bo'lsa kerak. Mayli, qara. Onasi? Bu gullar sizga? Menga? Nima munosabat bilan? Bu gullar sizni chiroyingizni bir ko'rsin. Bu chiroyini oldida bir uyalib ketishsin bular. Ha, qarang-a. Chiroyli ekanligimni eslab qopsiz-a, rahmat. Mana, qarang. Hidlab ko'ring, juda ham dahshat. Oy. Ke. Mayli opa, men bora qolay. Keyin kelarman, xo'p? O'tir. Yo, boshqa safar. Mayli, pochcha. Mayli, xo'p, yaxshi boring. Singlim bor deb aytib qo'ymaysanmi? Nima qipti? Ha, endi g'alati-da, uni oldida. Singlim farosatli. O'zi tushundi-yu ketdi. Lekin rosa ham chiroyli gullarni tanlabsiz. Bo'pti, kiyinib chiqin, bir ko'chalarni aylanib kelamiz. Yangi kelin-kuyovlardek, ha? Ha, shunaqa? Ha. Aslida bolalarni alohida yashashi ham yaxshi ekan. Qarang-a. Endi yoqib qoldimi? Oldin uyga kelganimda har kuni janjal bo'lardi. Hozir esa xotinim kulib kutib olyapti. Ha, shunaqa. Chunki men o'zimni yaxshi ko'rib yashayapman. Kulib yashashni xohlayapman. Aytmoqchi, sizga sevgi xati jo'natgandim. Telegramdan ko'rdingizmi? Ha, anavmi? Ko'rdim. Sevgi xatimish. U rasxot xati-yu. Nima qilibdi? Sexga ketadigan xarajatlar. Rosa yozibsan-a? Olish kerak hammasini. Bo'pti, bor, kiyinib chiq. Men poylab turaman. Xo'p. Bo'la qol. Hozir. Qani o'tirma, bo'la qol. Ancha bo'ladi gulamaganimga. Jonim, yordam kerak emasmi? Keling. Bu yoqqami? O'tiring.
Tinchlikmi, opa? Nimalar ko'tarib yuribsiz? Sizga zo'r sovg'a olib keldim. Buni qayerdan oldingiz? Nazokat. Faqat sizni dushmaningiz emas. Unda meni ham alamim bor. Nazokat, sizni dugonangiz emasmi? U shunaqa o'ylaydi, lekin men uni dugona deb bilmayman. Ko'rishga ko'zim yo'q uni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz uchun juda ham zo'r narsa olib keldim. Tilingizni uzun qiladigan, ayrimlarni ramkasiga solib qo'yadigan juda qimmatbaho sovg'a olib keldim. Yo'q, Dada, bularni nima qilamiz? Mana endi urushamiz qizim ular bilan. Ha. Ichida fleshka ham bor. Unda ham rasmlar bor. Juda ham yaxshi. Baraka toping. Katta rahmat sizga. Mendan qarzdor bo'lib qoldingiz. Albatta qarzimni uzaman. Qani unda muolajani boshlaymizmi? Ha. Yuring. Yuring. Endi sana onangni uch qo'lg'ondan ko'rsataman. Qani xotinjon? Ha? Qalay bo'ldi restoran? Yoqdimi? Juda ham yoqdi. Men anavi restoranni mana shunaqa dizayn qilmoqchiman. Qanaqa remont qilasiz? Bilasanmi, shu 1-2 haftaga yopib, hamma narsani o'zgartirish kerak. Rangidan tortib, idish-tovog'igacha. Juda ham ko'p pul ketadi. Lekin hozir bir pasda odamlar bir xillikdan zerikishyapti. Bilasanmi, meni xayolim bo'yicha mana shu kiraverish joyiga chiroyli bir yangilik qilish kerak. Anchadan beri erim menga rejalarni aytmas edi. Gaplashmasdi ham. Faqat qo'pol gapirardi. Nahotki o'zgardi. Menga hamma ishlarni, rejalarni aytib beryapti. Demak, o'ziga kel. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izlemek için kanalımıza abone olun. O'rtamizda yana iliqlik, o'sha tuyg'ular uyg'onmoqda.
Mana buni suring. Shu yaxshi. Dadam menga salon ochib beraman deyaptilar. Zo'ru. Sizga alohida xona qilib bersam ishlaysizmi? Albatta ishlayman. Faqat ijarasi qimmat bo'lmasligi kerak. Qo'rqmang. Sizdan ijara haqqi olmayman. Bizga shuncha yordam berdingiz. O'zi dadangiz nima ish qiladilar? Asli kasblari oshpaz. O'zlarining choyxonalari bor. Oddiy choyxonadan shunaqa boyib ketsa bo'ladimi? Bu oddiy choyxona emas. U yerda kechasi bilan ishlanadi. Ana unaqa joylari bormi? Qanaqa joy? Tungi klubga o'xshash. Yo'q. Erkaklar o'tiradigan oddiy choyxona. Ko'rsangiz eski bir joy. Lekin ko'chani odamlari gaplashib tong ottirishadi. Ko'chani odamlari deng. Demak, qimorxona. Voy, turgan bitkani kriminal ekani bo'lani. Demak, pul o'sha yerdan keladi. Ha, u yerda yomon narsa yo'q, yana noto'g'ri tushunmang. Yo'q. Tushundim. Undan ko'ra mehmonxonami, restoranmi ochsalar bo'lmaydimi? Dadamni hamma narsalari bor, o'zlariga yetadi. Yaxshi ekan. Siz nima qilib Sodiqboyni yonida yuribsiz? Chol bizani ahmoq qildi. Lekin dadam uni shundoq qo'yib qo'ymaydilar. Gul opa, ozdiradigan ukolni qachon qilasiz? Bu ukolni olishdan oldin doktor bilan maslahatlashish kerak. Oshqozoningizni, buqog'ingizni tekshirtirish kerak. Analizlar topshirishimiz kerak. Doktorga borib analiz topshirsangiz, shunga qarab boshlayveramiz. Xo'p. Husniddin aka. Aka, shoshmang. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Aka, 3 kundan beri ishsiz o'tiribmiz. Bu nimasi? Bekordan bekorga shuncha kunimiz o'tyapti. Ishlamagan kunimizga pul berishmaydi-ku. Nimaga o'z vaqtimizni sarflayapsizlar? Xomosha hali kelmagan. Xomosha kelishi bilan ish boshlanadi. Kelmas ekan. Bir tanishimdan eshitdim. Qurilish sotilayotganmish. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Agar loyiha boshqa odamning qo'liga o'tsa, bizni haydashadi. O'rnimizga boshqa ishchilar kelishadi. Undan ko'ra o'zimiz vaqtida ketganimiz yaxshi. Ishchilarimni olib ketaman. Ertagacha kutinglar, sabr qilinglar. Kutmaymiz. Ertadan boshqa ishga kirganimiz yaxshi. Axir uyga 4 ta non olib kirishimiz kerak. Bola chaqa bor. Sabr qilinglar. Yo'q, men ishchilarimni olib ketaman. Supsilaga. To'xta. Hey, to'xta deyapman. Yana o'chirib qo'yapti. Kun bo'yi telefon qilyapman. Javob bersa nima qiladi? Balki mazasi yo'qdir uni. Shunga xavotir olyapman-da. Endi nima qilmoqchisan? Bilmayman. Sog'indingmi deyman-a? Necha kundan beri ko'rmayapman. SMS yozib ko'r. Yozdim, bittasiga ham javob berayotgani yo'q. Qattim xafa bo'lganmi deyman. Senga ham qiyin. Bechora oshiq. Yurmagin-ey. Yuragim qanaqa his qilayotganini tushunmayapsan-da. Senga oson kulish. Qo'lim ham ishga bormayapti. Menga qara. Narigi domda Sergey aka bor. Sasha ham deyshadi-ku, o'sha Valiyapani har doim mashinasida olib yuradi. Balki o'shandan so'rab ko'rarmiz. Qaysi Sasha aka?
O'zimizni sarshakami? Ha, o'sha. Ana shuni voqli ro'yatmaysan? Bilasanmi qattaligini? Ha? Yur bor kelaylik. Yaxshi o'tiribsizmi? Mevali choy damladim. Oling. Rahmat. Men sizdan xafaman. Nimaga xavasiz xonim? Xonangizda katta seyf bor. Bo'lsa nima qilibdi? Qayerga borsangiz ham o'sha og'ir seyfni o'zingiz bilan ko'tarib yurasiz. Seyfning ichida nima bor? Menga ko'rsatmaysiz. Kalitingizni doim bekitib yurasiz. Mendan hamma narsani yashirasiz. Ishonmaysiz menga. Banu. Agar sizga ko'rsatsam, uni sevligi qoladimi? Ana. Demak, menga umuman ishonmaysiz. Yo'q. Sizga ishonaman. Lekin ko'rsata olmayman. Bu juda ham maxfiy. Mayli. Ko'rsatmasangiz ko'rsatmang. Itdan pishu. Hamma narsani bekitib yuradi. Men ham endi sizga umuman ishonmayman. Hamma narsani sir tutaman. Afzal aka, chaqirdingizmi? Qurilish mollari yetib keldimi? Yetib keldi. Yaxshi, bo'lmasa ertaga ertalabdan ishni boshlayveringlar. Ish to'xtab qolish kerak emas. Yarim ishchilarimiz ketib qoldi ishdan. Tushunmadim. Qayoqqa ketadi? Nega ketadi? 3 kun bo'sh o'tirishdi. Keyin ishdan ketib qolishdi. Falokat. G'aybulla aka bo'lganda shunaqa muammolar chiqmagan bo'lardi. Maoshlarni o'z vaqtida berayotgan bo'lsak, sharoitlari yaxshi. Ishchilarning orasidan bir yigit chiqib, hammani aynitdi. Kim ekan u? Shu yerda ishlaydigan bir betonchi. Mabodo G'aybulla akaning yiqilishida uni qo'li yo'qmi? Bilmadim, aka. Hammasi jonga tegdi. Pulni topsang, ishchi muammo. Ishchini topsang, material vaqtida kelmaydi. Ishimiz juda yaxshi ketayotgandi. Ertaga boshqalar bilan shartnoma qilamiz. Ishlayman deganlar tiqilib yotibdi. Mayli, toping. Nima bo'lsa ham ish to'xtab qolish kerak emas. Biz aytilgan vaqtda loyihani topshirishimiz shart. Xo'p bo'ladi. Mayli. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Men Lenani eriman. Bilaman.
Bilmaysan, u qayerga ketdi? Yo'q. Axir seni mashinangga o'tirib ketgan. Menga pul to'lashdi. Men esa olib borib qo'ydim. Ayt, qayerga olib borib qo'yding? Aytyapman-ku, ko'rmadim deb. Balki menga yordam berarsan. Yo'q, yordam bera olmayman. Uzr. Menimcha hammasini biladi bu. Spetsialni aytmayapti. Menga ham shunaqa tuyuldi. Hammasini biladi. Mayli. O'ziga kelsa yozar. Kutamiz. Ha, kutasan. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək üçün kanalımıza abone olun. Aybulla aka. Ho'la bay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Qomadingizmi? O'zingiz yaxshi borib keldingizmi? Ha. Xudoga shukr. Sizga ovqat olib kelgandim. O, rahmat. Birga o'tirib ovqatlanamiz. Mana cho'loq bo'lib yotibman-da. Unaqa demang. Muhimi ruhan tetiksiz. Telefonda u narsa ko'rayotganmidingiz? Yo'q, kitob o'qiyapman. Kitob? Telefonda? Ha. Shunaqasi ham bo'ladimi? Ha, shunaqasi ham bo'lar ekan. Bekor yotib zerikib ketdim. Shunga Sharofiddin Aliyazdiyni Zafarnomasi. Qanaqa asar ekan, bu hech eshitmagan ekanman. Sharofiddin Aliyazdiy aslida tarixchi odam bo'lgan. Amir Temur haqidagi mishmishlar, soxta gaplar ko'payib ketgandan keyin Amir Temurning o'g'illari tarixchi odamga otasi haqida kitob yozishni iltimos qilishgan. Har bitta ma'lumoti tasdiqlangan. Demak, tarixga qiziqar ekansizda. Albatta. Amir Temurning xazinasini, boyligini, imperiyasini kim barbod qilgan bilasizmi? Bilmas ekanman. O'zini dushmani bo'lsa kerak. Qo'shin tortib kelgan bo'lsa kerak. Yo'q. Hech qanaqa qo'shin emas. Oddiy saroy raqqosasi. Makkora Shodimulk degan kanizak. Shunaqasi bo'lar ekanmi? Demak, o'sha paytda ham shunaqa ayollar bo'lgan ekanda. Bo'lgan. Nazokatga o'xshagan, nazokat toifasidagi ayollar bo'lgan. Amir Temur tirikligida Shodimulkni o'limga mahkum qilgan. Ammo o'sha ayol hiyla bilan jallod qo'lidan qutulib, keyinroq Sohibqironning nabirasi Halil sultonning qo'yniga kiradi. Shundan keyin shoh uni sehri, makri tufayli Temur yiqqan hamma narsani o'sha ayolga topshiradi. Xuddi Sodiqboyga o'xshab-a? Ha. Nafaqat Sodiqboy. Balki men ham shunaqa qilgandirman. Xullas, makkora raqqosa hamma yoqni dabdala qiladi. Ochig'i kun bo'yi shuni o'qib, rosa ham yuragim siqildi. Ota-bobomiz kim bo'lgan? Ularning mol dunyosi kimlarga qoldi? Afzalboy. Mana shunaqa narsa. Boringizga shukr.
G'aybulla aka. Mana, ko'rdingizmi, sizni bekorga uyimga olib kelmadim. Hali bilmagan narsalarim juda ko'p ekan. Mana shunday qilib o'rgatasizda. Demak, siz menga ustozsiz. Rahmat. Bo'lmasa men ovqat tayyorlayman. Ha, ishxonada nima gap? Ovqatning ustida bafurja gaplashamiz. Xo'p. Chiqarsiz, ehtiyot bo'lib. Xo'p. Ke. Yaxshi keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke, o'tir. Yo'q, o'zingiz o'tiring. O'tir, o'tir. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima bo'ldi? Mayli. Mayli. Yaxshi yetib oling. Yaxshi qoling. Bu odam kim? Ha, bu dadam shogirdlari. Menga har doim gul jo'natadigan odam mana shu. Shu odam bo'ladi. Shu odammi o'sha? Shu odam. Anu eshikni oldida kim edi? Xavotir olma. O'zimizning odamimiz. Ha, Afzalbek. Alamingizni aroqdan olyapsizmi? Yoki sizni muammolaringizni shu hal qilib beradimi? Ortimdan 10 yildan beri yuradi. Voy. Men buni mensimasdan Afzalga turmushga chiqqandim. Inini topib keldim. Ertaga borib cho'p tiqib kelaman. Barakalla. Qizimni ozgina ko'ngliga qarang. Hozir unga oson emas. Ota-onalarning oldilariga borganingiz yaxshi. Baribir sizlar hali alohida yashashga yoshlik qilarkansizlar. Bular bizga nimaga kerak? Mana shuni cholga qanaqa ko'rsatishni o'ylayapman. Oddiy. Men osonlikcha buni bermoqchi emasman. Uni qiynalishini, siqilishini xohlayman. तो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? होप आप सब लोग ठीक हो गए। आज जो है एक बहुत एक्साइटिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। आज हम करेंगे ओनली 1 कलर फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स। और आज का जो कलर चूज़ किया है वो है येलो कलर। सो मैंने ऑलरेडी जो है प्रिपरेशन कर ली है, ये चेक कर लो। मैंने ऑलरेडी ये वाली दाल बना ली अपने लिए, जो कि हम खाना खाएंगे इससे। और ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। सुबह से उठ के मैं यही कर रहा था, मैंने नाश्ता वाश्ता नहीं किया। मैंने कहा पूरा जो है मैंने वो करना है, व्लॉग करना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं नाश्ता, क्योंकि हमने सिर्फ जो है नाश्ता करना है अपना। कहाँ गया? ये आ गया हमारा नाश्ता। और बाकी का जो है हमने 24 आवर जो है हमने चैलेंज करना है, तो हम जो है वो चैलेंज करेंगे। ये सुबह का नाश्ता कर लेंगे सिर्फ ये। आज सिर्फ मैं येलो कलर का फूड खाऊंगा, ओनली येलो कलर फूड। सो आज सिर्फ येलो कलर फूड होने वाला है। सुबह का नाश्ता हमारा ये आ गया है। रात का खाना मैंने बना लिया है। रात में हम लोग ये दाल खाएंगे येलो वाली, जो कि डन हो चुकी है। और दिन में हम कोई स्नैक खाएंगे, कोई ड्रिंक लेंगे और बाकी लेंगे। सो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। सो चलो चलते हैं और चल के अब मिलते हैं अपने स्टोर पे, और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमें येलो कलर का और क्या मिल सकता है। ये चैलेंज लिया हमने, और 24 घंटे तक हमने सिर्फ और सिर्फ येलो चीज़ें खानी है जो येलो कलर की है। बाहर से नहीं, अंदर से भी येलो होनी चाहिए। सो स्नैक्स, ड्रिंक्स और डिज़र्ट और बाकी जो जो होगा वो सब आहिस्ता आहिस्ता जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता जाके ढूंढेंगे हम व्लॉग में हमें क्या क्या मिल सकता है। सो चलो चलते हैं। आपके भाई ने केला कूला खा लिया है, आखिर केला हो गया डन। चलो अब बाहर निकलते हैं
शूज़ वूज़ पहन लिया ऑलरेडी। सुबह का नाश्ता आज यही था और अब चलते हैं और चल के आज का दिन शुरू करते हैं। डायरेक्ट मार्केट चलते हैं, मार्केट में जाके देखते हैं हमें क्या क्या और येलो कलर का मिल सकता है जिससे हम सरवाइव कर सकते हैं। आज देखो फिर थोड़ी थोड़ी जो है ना सर्दी होना शुरू हो गई है। देखो ये चाइम बेल्स कैसी हिल रही है और हवा कितनी तेज़ चल रही है, चेक करो। मैंने जो है खुद ये देखो मैंने खुद जैकेट पहनी हुई है, चेक करो। आउटफिट ऑफ द डे, OOTD, आउटफिट ऑफ द डे। अच्छा मेरा पेट नहीं है, ये सारी चाबी वाबी सब मैंने यहाँ लगाई हुई है, ये चक्कर है। चलो चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर मिलते हैं तुम लोगों से। हाँ भाइयों, वॉलमार्ट आ गए हैं अपना चैलेंज पूरा करने और अब देखते हैं हमें मिलेगा एक कलर, येलो कलर का हमने चीज़ें लेनी है। खाने का हमने रात का बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन अभी हमने दिन का देखना है। तो पहले कार्ड उठा लेते हैं। कार्ड कौन सी लेंगे, वाली ले लेते हैं। हाँ ये वाली कार्ड उठा लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हिसाब किताब बनता है। पीले कलर में हमें क्या क्या मिलेगा। वो देखो पीले कलर में हमें सबसे पहली चीज़ नज़र आई है। क्या है ये? अरे पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न। ओ भाई डॉलर के, ये उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं। ये येलो कलर में काउंट होगा क्योंकि ये बटर फ्लेवर्ड है। तो ये उठा लेते हैं पॉपकॉर्न और देखते हैं क्या है येलो में हमें और क्या मिलेगा। येलो में ये रखा हुआ है गोल्ड फिश, ये अंदर से येलो होगा। पोकेमोन एडिशन, ये ले नहीं ले, नहीं कोई और सा कुकी देखते हैं। चलो आगे चलते हैं। अबे भाई यहाँ तो इतनी सारी येलो चीज़ें हैं। ये देखो येलो, मुझे लग रहा है मैंने आसान चैलेंज ले लिया, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि ये इनमें से कुछ भी हलाल नहीं है। देखो ये भी हलाल नहीं है, ये भी हलाल नहीं है। हमने ढूंढना है जो हलाल होगा, जो हम खा सकते हैं। सो ये हमारा चैलेंज के ऊपर एक और चैलेंज है। सो ये डबल चैलेंज है कि हमने एक ही कलर का फूड खाना है 24 आवर्स के लिए, और जो है हमने ढूंढना है कि हमें और क्या क्या मिल जाएगा। चेक करते हैं। ये देखो, अच्छा इसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी है, ये फ्रोज़न है, ये मिक्स फ्रूट है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, पीचीज है, मैंगो है। ये क्या, पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया एंड कोकोनट। ये चलेगा येलो में? मुझे नहीं लगता ये चलेगा। ओ स्क्वाश, बटरनट स्क्वाश, लेकिन मैं इसको खाऊंगा किससे? देखो कितनी चीज़ें मुझे येलो नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं खाऊंगा किससे? कॉम्बिनेशन भी तो कोई बनना चाहिए। मैंने खाना सब येलो है। चलो आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। येलो, हमने येलो में कुछ ड्रिंक भी लेना है और क्या लेना है। फ्राइज़ मेरे पास रखे हुए घर पे, फ्राइज़ हो गया। और चलो देखते हैं। हाँ भाइयों, एक ये उठा लेते हैं पाइनएप्पल, क्योंकि जो है ये हो जाएगा एक येलो में कुछ स्वीट का और एक फ्रूट वाला भी हो जाएगा सीन। ये उठा लिया है। पॉपकॉर्न ले लिए हैं। अब और खाने की चीज़ ढूंढते हैं येलो कलर में, और क्या मिल सकता है हमें। देखो येलो कलर का ये भी है, तो टेक्निकली ये येलो हो सकता है, लेकिन हमने ऑलरेडी फ्रूट ले लिया। तो हम आगे चलते हैं, आगे चल के हम और चीज़ें देखते हैं। भाइयों प्लान चेंज, इसको रखते हैं हम वापस, क्योंकि जो है हमें नज़र आ गया है ये वाला पाइनएप्पल। सो ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। अब भी ये बताओ कौन सा डिसाइड करूँ, क्रश्ड पाइनएप्पल, पाइनएप्पल चंक्स या राउंड? राउंड लेते हैं, क्या कहते हो? राउंड लें? एक ये ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ वो वाला। ये उठा लें या ये वाला उठा लें? डिफरेंस क्या है? आई डोंट नो, कुछ तो होगा। इन फ्रूट जूस का क्या मतलब होता है? ये उठा लेते हैं। देखो भाई येलो में अब दो चीज़ें हो गई हैं हमारे पास, ठीक है। ये पॉपकॉर्न हो गया है, ये हो गया है, और क्या लें येलो कलर में? चलो आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं और क्या मिलता है। हाँ भाइयों, सेक्शन में आ गए। देखो येलो नज़र आ रहा है भाई आज तो भाई, लेकिन मुझे मेन चीज़ कुछ चाहिए, कुछ देखते हैं। ये सॉस ये येलो में आएगा, ऑरेंज में आएगा। हम क्या उठाएं, कौन सा चिप्स उठाएं? ये वाला उठा लें, ये वाला उठा लेते हैं ना, सॉल्टेड ओरिजिनल। हाँ ये उठा लेते हैं। पोटैटो चिप्स उठा लिया, ठीक है।
ये पाइनएप्पल उठा लिया, ये मीठे मतलब फ्रूट हो गया, ये स्नैक हो गया, ये भी स्नैक हो गया। अब हमने ढूंढना है, हमारा नेक्स्ट मिशन है, हमने ड्रिंक ढूंढना है। और हम और क्या देखेंगे, हमने और क्या लेना है, मुझे नहीं समझ आ रहा हमने और क्या लेना है। और हमने उसके साथ भी तो कुछ लेना है ना, क्या कहते हैं, दाल हम किससे खाएंगे, चमचे से खाएंगे या हम उससे खाएंगे। दाल के लिए भी कुछ कोई ब्रेड या कुछ इस टाइप की चीज़ देखनी है। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं, घूमते हैं, घूम के देखते हैं। हाँ भाइयों, एक ये उठा लिया आपके भाई ने, स्वीट एंड ड्राइड मैंगो बाइट्स। ये ऐसी कुछ मंचिंग के लिए या उसके लिए उठा ले। ये देखो ये येलो है, मैं येलो समझ के ले रहा हूँ, अंदर से अब ये मैंगो पर्पल निकला है तो मुझे नहीं कहना, मैं सिर्फ इसके येलो बोला, मैंगो येलो ही होता है। तो इस चक्कर में मैं ले रहा हूँ, देखते हैं इसको, इसका क्या सीन बनता है। ये उठा लेते हैं, ठीक हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, बहुत कचरा उठा लिया है, अब ड्रिंक लेते हैं और मेरे ख्याल से हमारा चैलेंज हो जाएगा। देखते हैं अभी आगे और क्या क्या लेना है। ये देखो येलो कुकी भी आ गया भाई, येलो कुकी ओरियो, लेकिन इसके अंदर क्रीम है यार। नहीं, मैं ऐसा कुकी लूँगा जिसके अंदर ओ येलो लेमन वर्सेस लेमन। ये चेक करो भाई आपके भाई ने मुझे बाखुदा सच में मुझे नहीं पता था मुझे येलो में इतना सारा आइटम मिल जाएगा। मुझे लगा बहुत मुश्किल होगा, एक तो हलाल नहीं होता, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं देख देख के लेनी पड़ती हैं। लेकिन ये देखो तो ठीक हो गया। ये देखो हर चीज़ हमें येलो में इजीली अवेलेबल मिल रही है। तो चलो अब ड्रिंक लेते हैं अपना और चीज़ लेते हैं, क्योंकि मीठे में हमारा ऑलरेडी ये मैंगो भी हो गया और हमारा एक फ्रूट पाइनएप्पल भी हो गया। और एक कुकी जो है मेरे पास, मैंने लिया था पाकिस्तानी कुकी लेमन सैंडविच, तो वो भी है, तो कुकी भी हमारे पास है। तो चलो आगे चलते हैं। आज ये चेक करो, वर्ल्ड कप का फीवर आ चुका है, फीफा शुरू होने वाला है। अब यहाँ हर चीज़ पे ब्रांडिंग फीफा की नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ अमेरिका में हो रहा है। और हम ड्रिंक के सेक्शन में आ गए हैं कि हमें येलो ड्रिंक कोई मिल जाए, और अगर हमें मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। फैंटा रेगुलर रखी है, फैंटा एक येलो में भी होती है, कहाँ है येलो में, ये रही मुंह पे ही रखी हुई, और मैं कह रहा हूँ कहाँ है, ये मिल गई पाइनएप्पल फैंटा। लेकिन पाइनएप्पल हमने ले लिया है, तो हम कुछ और येलो में लेंगे, क्योंकि ये बेकार है, ये नहीं। जब ऑलरेडी हमने एक चीज़ ले ली, हमने चैलेंज को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करना है, और हमने चैलेंज को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट अपने लिए करना है, और कुछ अलग सी चीज़ करनी है। सो हमने पाइनएप्पल ऑलरेडी ले लिया, तो हम पाइनएप्पल फ्लेवर नहीं, हम कोई और सी येलो ड्रिंक देखेंगे। अरे भाई ये चेक करो ऊपर, आज तो भाई सब जगह येलो, सब जगह ही येलो नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है या मैंने चूज़ किया हुआ इसलिए नज़र आ रहा है। ये देखो पाइनएप्पल के केन। चलो ढूंढते हैं अपना ड्रिंक, यहाँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और किसी आइल में चल के देखते हैं, अगर कुछ येलो में नज़र आ जाए तो वो उठा लेते हैं, फिर मिलते हैं। चलो ओ भाई ओ मिल गया, ये आ गया येलो में विटामिन वाटर, ये दूसरा है विटामिन वाटर। ये देखो ये सिंगल में भी रखे हुए, सिंगल में उठा लेंगे विटामिन वाटर। गैटोरेड भी येलो में मिल गया है, नहीं ये तो ग्रीन है, ये पावर रेड है, ये ग्रीन है, हमने येलो चाहिए, येलो। अरे भाई प्राइम मिल गया, प्राइम यार येलो में होना चाहिए। ये येलो है, ये दिखने में तो ब्लू है, इसका कैप येलो है, अंदर से ये क्या है, अंदर से पानी के कलर का है, सावर नोवा। ये कौन सा है, कलेक्टर सीरीज, ये भी वाइट है। ये कौन सा जोक करा रहा है हमारे साथ, KSI नाइटमेयर, स्ट्रॉबेरी क्रीम, नहीं, ये क्या है, ये भटकना नहीं है, हैरी पॉटर गोल्ड फिश। ओ भाई यार ये देखो येलो मुझे हर जगह नज़र आ रहा है भाइयों, येलो। ये येलो है, ग्रीन है, ये येलो नहीं है। चीटिंग नहीं करनी है पूरे उसमें, प्रॉपर 24 आवर सर्वाइव करने हैं 1 कलर फूड पे। और 1 कलर फूड देखते हैं, मेरे ख्याल से वो उठा लेते हैं विटामिन वाटर। लेने को मैं पाइनएप्पल फैंटा भी ले लेता, लेकिन देखो मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ ऑलरेडी, क्योंकि हमने ये पाइनएप्पल ले लिया, तो ये उठा लेते हैं विटामिन वाटर। ये लो, ये ले लिया विटामिन वाटर, ट्रॉपिकल सिट्रस फ्लेवर्ड प्लस अदर नेचुरल फ्लेवर्स। अब और क्या, अबे भाई येलो तो भरा पड़ा है, ये देखो पैशन फ्रूट येलो, ओरिजिनल पाइनएप्पल एप्पल येलो। अच्छा पहली चीज़ तो मुझे बताओ कि मैं अगर कोई और सा कलर ट्राई करूं,
अगर तुम लोगों को ये वाली सीरीज़ चाहिए, ये अच्छा लग रहा है तुम्हें कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं खाने में क्या खाऊँ, क्या पीऊँ वन कलर का, तो अगला कलर मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ कि अगला कलर कौन सा करूँ, ग्रीन करूँ, पर्पल करूँ, रेड करूँ, ब्लू करूँ। तुम मुझे अनशंड बताओ, आपका भाई ढूंढेगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होगा चैलेंज। ब्राउन करूँ, जो भी कलर हो मुझे बताओ, ताकि मैं उसको जो है फिर उस हिसाब से नीचे कमेंट्स में बताओ, मैं उस हिसाब से करूँगा, ढूंढूंगा। और चलो अभी देखते हैं और क्या चाहिए अभी। हाँ भाइयों, चेकआउट पे आ गए हैं, फटाफट चेकआउट करते हैं, देखते हैं कितने का टीका लगा है। भाइयों मैंने थोड़ी सी ये चीटिंग नहीं की है, लेकिन ये मैंने वैसे ही ले लिया, मुझे अच्छा लगता है, मैं चॉकलेट पर्सन हूँ तो मैंने इसलिए ले लिया था। तो ये चक्कर है, लेकिन ये आज के लिए नहीं है, ये मैंने बाद के लिए लिया क्योंकि देखो ये बाद में एक्सपायर हुआ। तो चलो अपनी चीज़ें स्कैन करें, फटाफट स्कैन करें। देखो ये मैंने इंग्रेडिएंट पढ़ के लिया है, जिसके अंदर सब हलाल है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है जो जिसके लिए मसला हो बाद में, जो हम खा ना सकते हैं। ये स्कैन हो गया। और क्या बचा, विटामिन वाटर ले लेते हैं अपना येलो, और क्या है, और ये पॉपकॉर्न ले लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा बिल है, इसको कर देते हैं हम पे, नो थैंक्स। और अब इसको करते हैं हम पे। तो ये अभी तक पुराने ज़माने में जी रहे हैं वॉलमार्ट वाले, इनके पास टैप एंड पे अभी तक आया ही नहीं। तो या तो स्वाइप करो कार्ड या फिर चिप अंदर करो। आई थिंक स्कैम वगैरह की वैसे करते हैं, ये मेरा आइडिया है। ये हो गया है, प्रिंट कर देते हैं रिसीप्ट आएगी यहाँ से। चलो अब कार्ड में डालते हो तो चलते हैं। हाँ भाइयों, चेकआउट हो गया है और अब अंदर चलते हैं। ये देखो वेदर देखो, अभी बारिश हो रही थी, सब हो रहा था, और अभी धूप ऐसी निकल गई, आसमान ऐसा साफ़ हो गया जैसे, और वो देखो काली घटा उस तरफ है, और आसमान ऐसा साफ़ हो गया जैसे यहाँ बारिश हुई नहीं है, यहाँ बारिश होती नहीं है। तो ये चक्कर है। चलो गाड़ी में चलते हैं, और गाड़ी में चल के अभी ये सामान रखते हैं, फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं तुम लोगों से। हाँ जी दोस्तों, ये आया है सामान, ठीक हो गया। देखो ये स्नैक हो गए, ये विटामिन वाटर हो गया, ये हो गया खाने के लिए, ये हो गया, ये चिप्स हो गए, ये सन चिप्स हो गए। और रुको अभी मैं और चीज़ लेकर आता हूँ, मेरे पास एक और चीज़ है। ये देखो ये आ गया लेमन सैंडविच, ये मेरे पास रखा हुआ था ऑलरेडी, तो मेरे जहन में आ गया जब मैंने वो ओरियो वहाँ पे देखा था। तो ये पाकिस्तानी सैंडविच है, आई मीन पाकिस्तानी कुकी है ये लेमन सैंडविच। और देखो ये घर में रखा हुआ था, ये ऑलरेडी मैं खा रहा था, ये भी येलो है। सो टेक्निकली मुझे, मेरा चैलेंज है, मैंने 24 आवर येलो खाना है। सो अब ऑलरेडी जो घर में रखा हुआ वो रखा हुआ भाई, मैंने बाकी देख लो ये सारा लेकर आए। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, और अभी का हम ये खा लेते हैं। और रात में अब जो है हमने सुबह दाल बनाई है येलो, हम ये खा लेंगे रात में। और इसके लिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुम लोगों को, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बल्कि कहाँ है या नहीं, ये रहा, ये चेक करो, ये स्पेशल येलो ब्रेड में पोटैटो ब्रेड ढूंढ कर लेकर आया हूँ मैं। ये देखो कहाँ है, खुल जा भाई यार, एक हाथ से काम करना ना और आप लोगों को दिखाना बड़ा मुश्किल है भाई। खुल जा भाई, खुल गया। ये चेक करो, सब छोड़ो, रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो येलो ब्रेड में स्पेशली ये पोटैटो ब्रेड तुम लोगों के लिए मैं ढूंढ कर स्पेशली लेकर आया हूँ मैं ये ब्रेड। तो इस ब्रेड से हम खा लेंगे ये दाल। तो ये हो गया हमारा येलो का खाना, और मीठे में हमारा हो गया केक। स्नैक्स में हम खा लेंगे ये पॉपकॉर्न, ये चिप्स, ये बहुत सारे चिप्स हो गए, इतने सारे मैं खाऊंगा नहीं। तो अभी मैं क्या ट्राई करूं, अभी कर लेते हैं, मेरा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, अभी हम इसको ट्राई कर लेते हैं। रुको मैं ओपन करता हूँ इसको। ये देखो ये अंदर से ऐसा पैकेट निकला है, इसको करते हैं ओपन, और अब इसको ड्राई मैंगो ट्राई करते हैं कैसा है ये ड्राई मैंगो। क्या खाओ, रियल मैंगो। थम्स अप है इसके लिए, अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने इसके ऊपर कुछ ये जो है ना लगाया हुआ है मीठा आई मीन मीठा है, लेकिन इसके ऊपर ना कुछ पाउडर से कुछ कोटिंग की हुई इन्होंने। ये चेक करो, है ये ड्राइड मैंगो, अच्छा ही है। अब दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा क्या ट्राई करें, ये करते हैं पाइन एप्पल। रुको इसको खोलता हूँ मैं। पाइन एप्पल का कैन,
और इसको अब ट्राई करते हैं। ये लो खाओ। हाँ, अच्छा नहीं है। अच्छा मतलब बहुत फीका फीका है और बहुत ड्राई ड्राई है, इतना ख़ास नहीं है, मतलब ओके है बस। नहीं तो पाइनएप्पल बहुत अच्छा होता है, यहाँ जो फ्रेश मिलता है ना वो और ज़्यादा अच्छा होता है। ये कैन वाला है और ये कुछ इतना ख़ास नहीं है। दिस इज़ ओके। तो एक बाइट और लेता हूँ। हाँ, अच्छा नहीं है ये फीका फीका है। दिस डजंट टेस्ट गुड। ये अच्छा नहीं है। और अब अगला क्या है? अगला हम ट्राई करते हैं। ये आज सिर्फ येलो खाने पे हमने वो करना है सर्वाइव। सो ऑलरेडी सुबह बनाने से शुरू किया था। मैं एक्चुअली 2 टाइम ही खाता हूँ, तो सुबह कुछ लाइट सा होता है, फिर शाम में अपनी मर्ज़ी का जो खाना हो, कुछ हैवी भी हो कुछ भी हो वो खा लेता हूँ, और उसके बाद दैट्स इट। आई एम गुड रेस्ट ऑफ द डे। तो मैं तुम लोगों से बातें कर रहा हूँ, ये खुल नहीं रहा, रुको इसको खोलता हूँ। हाँ भाइयों, सो ये जो है ये विटामिन वाटर, ये ठीक है, ओके, बिल्कुल पानी की जैसा है, जैसा पानी होता है। थोड़ा सा इसमें ट्रॉपिकल फ्लेवर आ रहा है। ये हमने ट्राई कर लिया है, ये भी हमने ट्राई कर लिया है, और ये फ़िलहाल ऐसी पैक है, ये भी पैक है और ये भी फ़िलहाल पैक है। सो ऑलरेडी ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, और अभी बस चलो अब चलते हैं, और फजूल की लंबी नहीं करनी है। मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को दिखा दिया है, येलो कलर में ये चीज़ है, और मैंने यही प्लान किया है, मैंने यही खाना है आज सारा दिन। मैंने क्योंकि इसके लिए प्रॉपर कुकिंग की है, दाल बनाई है, मैंने कहा मैं येलो चैलेंज करूँगा 24 आवर्स का। सो यही था आज का व्लॉग। और अगर तुम लोगों को चाहिए इस तरह के मैं करूं और पूरे 24 आवर करूं, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा मैं ड्यूरेशन कम रखूं और कट करूं। लेकिन मैं तुम्हें रूटीन भी दिखाना चाह रहा था, कि अपनी पूरी स्ट्रगल भी दिखाना चाह रहा था तुम लोगों को, कि भाई ये स्ट्रगल है, मिलता नहीं है येलो कलर में। लेकिन आज हमारी किस्मत अच्छी थी, हम जहाँ जा रहे थे हमें कुछ ना कुछ येलो कलर में नज़र आ रहा था। लेकिन मेन चैलेंज ये था कि हर येलो कलर में जो बाहर से नज़र आ रहा है येलो नहीं, अंदर से भी वो ग्रीन, अंदर से भी ग्रीन कह रहा हूँ, अंदर से भी वो येलो होना चाहिए। सो यही था आज का व्लॉग। यही है हमारे 24 आवर विद 1 कलर, 1 कलर का फूड। अगली दफ़ा कौन सा कलर चाहिए मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। पर्पल कलर, ब्लू कलर, कोई जो है ना, तो कोई थोड़ा डिफ़िकल्ट देना। मैं समझ रहा था कि येलो डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि रेड और ब्राउन आई थिंक इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। हर चीज़ ही रेड और वो होती है, आपको पता ही है। हम देसी क्या खाते हैं, हम लोग सालन वालन खाते हैं, वो रेड हो जाता है, या बिरयानी ये सब भी ऑरेंज सी हो जाती है। सो रेड, ऑरेंज, ब्राउन ये सब रेगुलर है। या अगर तुम लोगों को लगता है कि कोई मुश्किल कलर है, जैसे ग्रीन है या ब्लू है या पर्पल है, इस तरह का कोई कलर मुझे नीचे कमेंट में चैलेंज दो। हम लोग फिर 24 आवर उसका करेंगे और ट्राई करेंगे वो खाने का। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, और थैंक यू सो मच आप लोग जो सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।